Assalomu alaykum, Stro bazan aziz obunachilari. Bugun biz Stro bazariga mahsulotlarni narxlari va razmerlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa bugungi videomizdan boshlab oldik. Davomida Abdulaziz akamiz bizga narxlarni tanishtiradi. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz yaxshimisiz? Rahmat. Aka, Ekaver mahsulotlarning narxlari bilan bizni tanishtirib o'tsangiz obunachilarimizni. Assalomu alaykum Stro bazarining aziz obunachilari. Bugun sizlarga bazamizda barcha mahsulotlarni narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Birinchi bo'lib stiklavata mahsulotimizdan boshlasak, hop. Stiklavata mahsulotimiz bizning omborda 12, 15, 18 kvadratli razmerlari bor. Falgali va bezfalgalilar aka. Falgali va bezfalgali. Tushunarli. Aka, sizlar misol optim sotasizlar-ku, kimlar bilan ishlaysizlar? Oddiy xaridormi, quruvchimi, kim aka? Hammasini aytib o'tsangiz. Aka, hammasi bilan ishlaymiz. Xaridor, sotuvchi, quruvchi, hammasiga bir xil muomalada bo'lib. Yaxshi. Narxlari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, asosan bizda narxlar o'zgarib turadi. Shuning uchun bir ikkitasini aytib o'tamiz. 15 metr kvadratli falgali esa 235 ming so'm, bez falgali esa aka 205 ming so'm. 205 ming so'm. Aka aytayapti, aytishi bo'yicha shu zavoddan to'g'rima-to'g'ri kelgani uchun narxlar o'zgarib turadi. Telefon qilib urushib ketish, so'kishib ketish degan narsa bo'lmasa, akalar, narxlari tushib yoki ko'tarilib nima qilishi mumkin ekan. Dollarga o'xshaydi ekan mahsulotlarimiz. Aka, bu mahsulotni ham tanishtirib o'tsangiz, bu gladkiymi yo yangi gladka bo'larimiz aka? Ochib ko'rsatsak, bular orqasi samakileyka bo'ladi aka. Samakileykalar bo'lar. Ko'rishinglar. Qog'oz abo'yda olasizda uni kleyini olasiz, usti topasiz, qiynalmasdan mana gladka bu. Orqasida o'zini kleyi bo'ladi. Ko'rishinglar. Ko'rsatamiz. O'zgina kleyni topguncha vaqt ketib qoladi. Bo'lmasa chiqarmay qo'ying aka. Mahsulot razmeri bilan tanishtirib qo'ysangiz. Razmeriga keladigan bo'lsak, balandligi 95 sm bo'ladi. Eniga 20 metr bo'ladi. Ruloniga. Shunaqa. Общий necha kvadrat? 19 kvadrat tashkil etadi. Ruloni 760 ming so'm, metri 38 ming so'mda. Ko'rishinglar mumkin. Ajoyiblar. 760 ming so'm evaziga haftaga 20 kvadrat uylar yaqin ketyapsizlar. Kley ichida. Kleyni bozorga tushib olib yurish shart emas. Yana ham o'zingizlar yaxshi ko'rasizlar. Mat mahsulotlarimiz aka. Shu mahsulotni ham tanishtirib o'tsangiz. Bu mahsulotimiz ham 10 xilga yaqin ranglari bor. Xo'p, bu mahsulotimizni nima vazifa bajaradigan akalarimiz uchun bu mahsulotimiz poltayga, gilamni o'rniga yoki gilamni tagidan qo'ysak bo'ladi. Hozir ochig'i bormiki buni qalinligini ko'rsatardi obunachilarimizga. Qalinligi deyarli 2 sm bo'ladi. Xo'p. Gilamni tagidan va gilamni o'rniga ishlatsak bo'ladi. Mana aka. Bor aka. Ko'rishinglar obunachilar. Qalinligi deyarli 1 sm. Va mo'yshay ham bo'ladi bu. Artib ishlatishaveradi bemalol. Artib ishlataveradi. Bo'lmaydi. Kir bo'lsa, latani oladi, yuvadi, artadi. Bo'ldi, qanday muammo yo'q. Bu mahsulotdan gladki abo'y kiradimi yo qanaqa? Men gladki abo'y faqat boshqacha tanishtirdingiz sepadagina bu qolib ketib qoldi. Boshqacha rasvetkasi aka bu. Gladki abo'y bu ham metri 38 ming so'mda. Bu dekorativniy bo'lar ekan-a? Dekorativniy, mramor sifat, ular shunaqa. Ko'rishinglar mumkin. Uyga neobычный dizayn xohlagan akalarimiz uchun. Aka, bu haligi yopishtirgandan keyin guli-guliga to'g'ri kelmay qolish degan narsa yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. To'g'ridan-to'g'ri o'zi guliga tushib ketadi. Ko'rishinglar mumkin. Ko'pchilikda mana savol qilgan edi. Shaxsan o'zim ham bu savol qiynagan. Keyin so'raganimda bilib olganman. Umuman qiynamaydi ekan dekorativniy gullari tushib ketaverar ekan. Bizda faqat gladki abo'ylarimiz emas, bu yoqda ichaki 3D abo'ylarimiz bor. Ko'rishinglar mumkin. 3D abo'yimizdan boshlasak. 3D abo'yimiz aka 3D fasonda, ya'ni yig'ishli bo'ladi. Balandligi 1 metr, uzunligi 5 metr. Bu degani rulonda 5 kvadrat bo'ladi. 5 kvadrat bo'ladi. Bu ham samakiley, orqasi kley bo'ladi. Orqasi o'zini kley bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Ularni ham ochib ko'rsatamiz hammasini. Juda ham ko'p rasvetkalari bor ekan. Keyin to'g'rima-to'g'ri zavoddan kelar ekan, mana bu yoqda ham bor ekan. Cheklanmagan miqdorda xarid qilish mumkin obunachilarimiz. Ko'rishinglar mumkin. Qa'da bor yana bunaqa ba'zi. Oddiy magazinga kirsanglar, to'rtta abo'yni qo'yib qo'yadi xolos. Bu yerda cheklanmagan miqdorda xarid qilsanglar bo'laveradi. Mana aka. Nari tarafda ham bor, orqa tarafda ham hozir ko'rsatamiz. Qo'lingizni ushlab qo'ysangiz obunachilar uchun.
Ko'rishinglar mumkin. Mana Samakilarga bular. samakilik bo'lar ekan bu ham. Ko'rishinglar mumkin. Hop, endi bular narxlariga keladigan bo'lsak, 1 metr Oddiy kvadrati Aha. 40 ming so'mdan ruloni 200 ming so'm bo'ladi. Ruloni 250 ming so'm 5 kvadrat. Oddiy aboy qog'ozli bo'lsa, bu aboyimiz mana Samakilarga. samakilik ham qalinroq bo'lar ekan. Uyingizni issiq sog'ini ham ushlaydi ekan bu narsa. Ha, keyin bu hamma aboylarimiz bizdagi mo'shi bo'ladi, hammasini artuv ishlatsa bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Qayerda bor bunaqa magazin aytinglarchi, kommentariyada qoldiramiz. Aka orqangizdagi ham aboymi ichanki? Ha, bular ham ichanki aboylarimiz. Aha. Hammasi bular ham 3D fasonda. Bularda ikki xil bor aka bizning omborda. Mana shunday orqasi falgaligi bor Aha. va bez falgaligi bor. Bular ham samakilarga bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Bo'pgina Keles o'ta qattiq ekan bu. ko'rsatib qo'yamiz. O'ta ham. Va bularni foydali tomoni orqasi falgali, ya'ni uyingizni izolyatsiya shumka qiladi ham. Bu narxlari necha pul aka buni? Narxlari keladigan bo'lsa, bunaqa falgaliklari 50 ming so'm, bez falgaliklari 45 ming so'm. Bir donasi 50 ming so'mmi? 1 metr kvadrati. Ha, 1 metr kvadrat. Shunaqa. Ha, ko'rishinglar mumkin. Bitta o'zi masagan. Cheklanmagan miqdorda rasetkalari. miqdorda. Bular 50 xildan oshiq rasetkasi bor aka buni. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Asvetkalar juda ham ko'p ekan mana. Aka ichanki aboyni boshqa xillarini bu tarafga o'tib ko'rsatamiz deb qo'ydi-yu obunachilarimga. Changi 3D aboydimiz. Bu yoqda ham ancha Ko'rishinglar mumkin aziz obunachilar. Xiliga yaqin asvetkalari bor mana shu ichanaqa xilidan muammo yo'q deyapti akamiz. Xohlagancha top beramiz. didiga yoqqanini tanlab ketaveradi obunachilarimiz. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Bir-biridan ajoyib, bir-biridan chiroyli 3D aboylarimiz. Eng optim bazada turibmiz vodiydagi. Keyin aka yangilik ham qilib qo'yganmiz. Aha. Xohlagan aboyni oladida ochib ketaveradi. Qo'liga tekkan mahsulotimiz oladida boshlang'ich to'lov 0% bilan muddatli to'lovga ochib ketsa bo'ladi. Bitta Ko'rishinglar pasport va plastik karta orqali. yo'q, rostdan. Shunaqa aka. Ko'rishinglar mumkin yangilik bombasini qilib qo'yishibdi sizlarga. O'g'il uylayman, qiz chiqaraman degan akalarimiz uchun eng zo'r yechim bo'lsa kerak bu menimcha. Hop, keyin mana mashinalarimiz turganda aytib qo'ysak, dastavka xizmatlarimiz ham bor aka, butun O'zbekiston bo'ylab. Aha. Aslida demak qurilish bo'yicha eng ommaviy nimaga chiqib qolsalar-da? Ha, shunaqa aka. Qurilishda shunaqa do'kon bormi? Ham halol muddatli to'lovga, ham dastavkalari bilan, ham eng arzon narxlarda sotadigan bitta do'kon bormi O'zbekiston bo'yicha? Kim bor? Bu yoqda bazal mahsulotlarimiz qolib ketibdi. Obunachilarimizga ham qolsa, o'rtada Izabox ham tanishtirib o'tsak. Izabox mahsulotlari. Izabox mahsulotimiz stiklovata mahsulotlarimiz bilan bir xil. Aha. Ular ham to'g'ridan-to'g'ri zavoddan keladi va hop, narxlari 195 ming so'mdan. Bularni tomni tagiga, devorni tashqi fasadiga, ichki fasadiga Aha. izolyatsiya shumka qilish uchun ishlatsak bo'ladi. Ularni bir ruloni 15 kvadrat tashkil etadi. 15 kvadrat. Tushunarli. Knaf mahsulotdan ancha sifati yaxshi deb eshitdim, lekin bozorda ko'rmadim mahsulotni men. Yo'q, endi bozorga olib kiryapmiz aka. Bozorda yo'q. Sotuvchi akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqsa, narxini kelishtirib beramiz. Hamma mahsulotimizni sotuvchi akalarimizga kelishtirib beramiz, chunki ular ham sotuvchi, sotishadi. Bu yoqda endi bazal mahsulotlarimiz aka. Bazal mahsulotlari. To'g'ridan-to'g'ri bular ham bazadan keladi. Katta qurilish obyektlariga ishlatiladigan o'sha eng mashhur va eng yaxshi Yevropa standartlariga javob beradigan mahsulotlardan biri. Ko'pchilik quruvchi akalarimiz bilishadi bu mahsulotni. Maqtab o'tirish shartmiz. Tashqi fasadga ishlatsak bo'ladi. Keyin tomni tagiga bu ham. Keyin bizning omborda bularni 5 sm qalinlikdagisi bor aka. Bularning narxi plotnosiga qarab farqlanadi. Eng arzoni shu 30 ming so'mdan boshlab 100 minggacha ketadi. Hali plotnosi qattiqligiga qarab aka. Ko'rishinglar masalan 50 plotnos, 80, 100, 120. Endi asosan hozir ko'pchilik so'rayapti, qaysi plotnosligini maslahat berasiz deyapti. Biz 100 plotnos yoki 80 plotnosni taklif qilamiz, chunki bu chakalarimiz ham katta-katta domlarga 100 plotnosligini olyapti. Ko'rishinglar mumkin bo'lsalar. Narxlarini akamiz aytib o'tolmaydi, chunki endiroqda aytganimiz bo'yicha narxlar o'ynab qolishi mumkin. Arzon bo'lib qolishi mumkin, qimmat bo'lib qolishi mumkin. Shunda har xil muammo bo'lishini xohlamasdan narxlari bilan pastki nomerlar, telefon nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib tanishib chiqishingiz mumkin. Akalar, hozir video pauza qilaman. Ichkarida mahsulotlarimiz xudo xohlasa
o'z nihoyasiga yetdi. Tashqarida PVH PVC mahsulotlarni sizlar bilan tanishtirib o'tamiz. Hop, mana videoni ham boshlab oldik. Tashqariga chiqib, aka, Teplex mahsuloti va Penaplex mahsulotlar farqlarini bizga tushuntirib bersangiz, Hop. obunachilar uchun juda ham qiziq bu. Teplex mahsulotimizni bizni omborda 2li, 3li va 5li razmerdagilarni topishingiz mumkin. Bunisi hozir 2li razmerdagisi. Aha, bu ham juda ham qalin bo'lar ekan. Ham qalin, ham ozgina farq qiladi Penaplex mahsulotida. Aha, Deyarli bir xil desak ham bo'ladi. ko'rishingiz Hop. mumkin. Bizni omborda 2li, 3li va 5li razmerlari hozirgi aytib o'tganimizdek, narxlari 13 ming so'mdan boshlab 35 ming so'mgacha. Endi bu yerda Penaplex mahsulotlarimiz bularda 2li, 3li, 4li va 5li razmerlari bor. Aha. Narxlariga keladigan bo'lsak 14 ming so'mdan 45 ming so'mgacha bular narxlari aka. Va nimaga farq qiladi? Yo'q, bir xil ekan u. Izolyatsiya qilishda va sifatida farq qiladi. Penaplex va Teplex mahsulotimiz. Tushunarli ko'rishingiz mumkin obunachilar. Hop, endi yangiliklarimiz Yangiliklarimiz kelgan. Va Aka, bu qanaqa hamda- mahsulot? PVC mahsulotimiz aka, bu yoqqa o'tib olsangiz, chiroyli qilib ranglarni ko'rsatamiz. Aha. Mana Tushunarli shunday. obunachilar. Va hamda ro'za oyiga skidkada qilib qo'yganmiz 240 ming so'mdan aka bular. Ko'rishingiz mumkin. Sinmaydimi aka bu? Sinmaydi deyarli. O'tgacha chidamlimi? O'tga va suvga chidamli bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Hech narsa bo'lgani yo'q. Mana akamiz bukdi. Hech narsa bo'lmadi. Bizning omborda 1.20 ga 2 kiraligi Aha. va 1.20 ga 280 lik razmerlari bor aka. Ikki xili bor. Ikki xili bor. Ko'rishingiz mumkin aziz obunachilar. Har xil rasvetkalarni ham ko'rsatib beramiz. Instagramda juda ham ko'p chiqadi. Kuzatib o'tirsam, bu yerda eng arzon narxlarda topishingiz mumkin ekan obunachilar. Cheklanmagan miqdorda xarid qilib sotuvchi akalarimiz ham Aha. chaqirib qolamiz. Bemalol kelishtirib narxlarni qilib beramiz sotuvchi akalarimizga. Ko'rishingiz mumkin aziz obunachilar. Bu yoqda PVC mahsulotimiz aka. PVC mahsulotimiz bu yil yangi kirib keldi. Deyarli bozorda yo'q desak ham bo'ladi, chunki bu mahsulotimiz ancha sifatli. Chunki bu mahsulotimizni to'g'ridan to'g'ri g'ishti va shlakkablod ustidan yopishtirib yuborsak bo'ladi. Orqasiga o'zimizda gilaylari bor. Penaplex o'zini bazasini gilayi orqasiga shunday yopishtiradida qo'yib yuborsa bo'laveradi. Rasvetkalar qancha, necha xil bo'ladi aka? Rasvetkalari 20 xilga rasvetkalari bor aka. Bular afzallik tomoni izolyatsiya qiladi, shumka qiladi va to'g'ridan to'g'ri hech qanday shpaklovka qilmasdan shlakkablod va g'isht ustidan urib yuborsak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin obunachilar. Ispaniya mahsulotlarimiz. Aka, bu tarafda ham qandaydir mahsulotlar ko'rdim, bularni ham tanishtirib o'tsangiz. Bu yerda PVH mahsulotlarimiz. PVH mahsulot. Bu yerda 1.22 ga 2 kiradagi PVH mahsulotlarimiz razmerdagi. Chiroyli ranglari bor. O'zi deydi, yoqqan tanlab bitta olasiz aka. Ko'rishingiz mumkin. Nima deyapti bu ranglari? Mana shunday tilla ranglari bor. Tillani yoqtiradigan opa akalarimiz uchun. Ko'rishingiz mumkin obunachilar. Bemalol bizning bazamizga kelib, rangini tanlab, o'zi didiga yoqqanini tanlab, xohlasa halol moddiy to'lovga, xohlasa naqd pulga savdolashib ketsa bo'ladi akalarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Akalar ro'za, Ramazon munosabati bilan narxlarni juda ham arzon narxlarga tushirib qo'yishdi akalarimiz. Kelib bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Quruvchi bo'lamiz, sotuvchi bo'lamiz, oddiy xaridor bo'lamiz, uyga olayotgan akalarimiz bilan hammasi bilan ishlaverar ekan. Xudo xolasa, cho'tki narxlarda qilib berishadi. Dostavka xizmatlari ham bor ekan. Sizlarni Stroy bozorida kutib qolamiz. Xudo xolasa. Abdulaziz aka, rahmat. Aka, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Rahmat.